Assalomu alaykum domikchi bolalar obunachilar. Xudo xolasa sizlarga aytgan tog'dagi 12 ga 10 dachamizni ichkilarni ko'rsataman. Ichiga kirasizlar. Mana 5 ga 12 bitta zali bor. Mana bitta mana spalni. Buning hamma narsasini qilib berganmiz. Bu yerda esa sanuzeli bor, ko'rishlaring mumkin. Bu yerda mana ko'hnalarga ham, mo'ykalargacha qilib berganmiz, o'zi bilan zamonaviy qilib. Ko'raverasizlar. Ikkinchi xonamiz esa bu ham xuddi shunaqa. Faqat bu kishilik. Bu yerda mana stullargacha qilib berganmiz, mo'ykalargacha qilib berganmiz, o'tiradigan stullargacha. Narigi xonani spalnilargacha qilib qo'yganmiz. Mana kimga shunaqa domik kerak bo'lsa, domikchi bolalar chiroylab yasab beradi. Sizlar xohlagan turdagi domiklarni.